Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 10-mart 26-yil. Uzorlarni ko'rish uchun svetni o'chirdim. Mana qovoqlarni ko'rishlaringiz uchun. Mana bezakchalar o'zgacha qilingan. Ikkita katta ko'rpamiz, mana qovoqlari. Ikkita sariq baxmaldan keng ko'rpamiz. Ikkita bordoviy qizildan keng ko'rpamiz tayyor bo'ldi. 10 ta ko'rpacha, gablindan 10 ta yastoqlarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'tgan edim. Bu hammasi bitta tuysarpamiz, qora ko'l zakasimiz. Hozir men sizlarga shularni yig'masini ham ko'rsataman. Mana bemalol ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Kimga shunaqa tuy komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib beraman. Bularni bezagi o'zgacha. Bu ikkita ko'rpamizni bezagi o'zgacha. Bu ko'rpamizni bezaklari o'zgacha. Bular hammasi vishivka mashinkaga lablubani ustidan tikilgan. Mana yig'ma holatlari, razmerlari raxga chiroyli yig'iladigan qilib tikilgan.